Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi high-tech uslubidagi darvozalarimiz bitdi mana. Bu darvozalarimizni Amudaryo tumani Mang'it shahriga ustanovka qilib beramiz nasib qilsa. Bu darvozalarimizning materiallari yon atrofi korobkasiga 6x4 1.7 stenkada qilganmiz. Ichki ramkasiga 6x4 1.7 stenkada qilganmiz. Bu setka joylari, lazerda kesilgan joylari 3 qavatli lis bo'lgan, 3 qavatli. Bu joylarida 1.8 lisda bo'lgan, 2 qavatli lis bo'lgan bu joylari. Bu darvozamizning kraskalari oldin Gravatex, keyin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolak bo'lgan bu darvozamizning kraskalari. Piramida uslubdagi eshigimiz yon atrofiga 6x4 profilda qo'yganmiz, 6x4 ishlariga 4x4 profilda ishlatganmiz. Oynalari steklopaket bo'lgan, kraskalari oldin Gravatex, keyin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolak sepilgan. Bu eshigimiz ham Amudaryo tumani Mang'it shahriga ustanovka bo'ladi. Navbatdagi eshigimiz pechatli eshik, arzon variant, budjetli variant deb aytamiz buni. Bu eshigimizning yon atrofiga 6x4 profillarni ishlatganmiz. Ishlariga 4x2,5, pechatlari 1.2lik lista bo'lgan. Oynalari steklopaket bo'lgan, 2 qavat bo'lgan. Bu eshigimizda oldin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolak sepilgan bu eshigimizda. Shu videomizning shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarda bundan ham yaxshi ishlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying videolarimizni.